Agar siz 50-100 dollar miqdorida mehmonxona bron qilgan bo'lsangiz, u holda mehmonxonani transfer xizmatidan foydalanishni tavsiya qilamiz. Bu siz uchun qulay va xavfsiz bo'ladi. Transferning afzalliklari: odatda qimmatroq xona narxiga transfer xizmati kiritilgan bo'ladi. Ortiqcha to'lov talab qilinmaydi. Transfer xizmati sizni to'g'ridan-to'g'ri aeroportdan bron qilgan mehmonxonangizga olib boradi. Bu sizni aldanib qolish xavfidan himoya qiladi. Qanday qilib transfer xizmatini tekshirish mumkin? Mehmonxona bron qilayotganingizda transfer xizmati bor-yo'qligini ilovadan tekshirib ko'ring. Mehmonxona bilan bog'lanib, transferni qanday chaqirish kerakligi haqida oldindan ma'lumot oling. Odatda mehmonxona aeroportga yaqin bo'lsa, har 30 daqiqada keladi. Endi aeroportlar orasida harakatlanish haqida gaplashamiz. Agar siz tranzit yo'nalishida bo'lsangiz va aeroportni almashtirishingiz kerak bo'lsa, aeroportlar yoki terminallar orasida ko'pincha bepul avtobuslar qatnaydi. Tranzit chiptangizni ko'rsatib, ushbu xizmatdan foydalanishingiz mumkin. Agar sizdan pul so'rashsa ham, narxi arzimagan pul bo'ladi. Hozir men sizlarga yakuniy maslahatlarni berib, 6-bosqichni yakunlaymiz. Didi ilovasidan foydalanganingizda naqd pul ishlatsangiz, qaytimi bor-yo'qligini oldindan so'rang. Didi haydovchisida naqd pulingizga qaytim bo'lmasligi mumkin. Shu uchun bor-yo'qligiga oldindan ishonch hosil qiling. Manzilingizga yetib borganingizda haydovchidan safarni yakunlash tugmasini bosishni talab qiling. Agar u yakunlash tugmasini bosmagan bo'lsa, kartangizdan pul yechishda davom etadi. Rasmiy taksilardan foydalansangiz, AMAP yoki Baidu Map'dan foydalaning. Ilovaga borish manzilingizni kirgizib, ovozini balandroq qilib qo'ying. Shunda haydovchi sizni xarita kuzatib ketayotganingizni biladi va ortiqcha harakat qilishni to'xtatadi.